3 ta 1 bilgan biladi. Do'stlar, qaylar Farg'ona mashina bozorida dehqondan tayyor 06 chiqib qoldi. Narxi arzon narxda. Video tomosha qilib turing. Mashinamiz 89-yil deyaptilar. To'rtta yaxshi balon qadab berganman deyaptilar. Diskalar ham ideal holatda turibdi. Eng qizig'i krashkasi ashvishit bo'lgan ekan, mashina oldi orqalari butun deyapti. Salonlarga keladigan bo'lsa, salonlar ham yaxshi holatda. Nexus 2 sidinalar qo'yib qo'yganman deyapti. Salonlari zo'r deflektorlari bor, monitor tablolarni hammalarni tiniq qilib bergan, polilargacha bor ekan. Mashinani sanasi haqiqatan zo'r. Oladilar, minadilar deyaptilar. Dehqonda turibdi. Orqasida eng qizig'i 75 talik gaz baloni bor ekan, ruxsatlarigacha bor deyaptilar. Mashinaning dokumenti hamma yo'g'i zo'r deyapti, zapaskasigacha bor ekan. Mashina asfalt bo'lgan holatda, tiniq holatda. Motorga keladigan bo'lsa, injektor motorda deyaptilar, 06 motor deyaptilar. 06 motor injektor motorda deyapti. Eng qizig'i deyaptilar, bir bola deydi sistemalar qilingan deyaptilar. Mashina eng qiziqarligi qarang, shunchagacha bo'lgan ekan. Tayyor dehqonda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi $2100 deydi. Agarcha qimmatsan, siz obunachisiz kelsin, bo'ladigan oxirgi taqaladigan narxi 1900 gacha beraman deyapti. Pastda kerakli ma'lumotlar uchun aloqaga chiqib ko'rasiz. Telefon nomer qoldiraman. Obuna bo'lishingizni sanasiz, obuna bo'lib, bundan da arzon narxda mashina qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar.